Mana bu odamni bitta ko'ring-da. Bu odamning qilgan ishini hozirgi ko'pchilik erkaklar qila olmaydi. Bu odam turmushi o'xshamagan ayolga uylanib, uning farzandini ham qabul qilgan. Muhammadjon 7 yoshli Madina ismli qizchani o'gay bo'lsa ham o'zini qizidek qabul qiladi. Madinaning o'z otasi menga nogiron farzand kerak emas, men kasal qizchani boqmayman deb tashab ketib qolgan. Mana shu videorolikni ajrashib bolalariga qaramaydigan erkaklarga jo'nating. Mana shu videorolikni ko'rib ularning ko'zi ochilsin. 5 begona insondan bo'lgan farzandni o'ziga qabul qilib olgan bu birodarimiz mana haqiqiy erkak qanaqa bo'lishligini ko'rsatib qo'ydi. Kimni duo qilasiz? Dadangizmi? Voy, maşallah. Nimaga? Chunki dedim, qiyin joylarda ishlaydi. Qiyin joylarda ishlaydi. Kim uchun ishlaydi? Men uchun. Madina tug'ma nogiron. Uning suyaklari juda ham mo'rt. Lekin bu birodarimiz Madinaning kasal bo'lishiga qaramasdan uning sog'ayib ketishi uchun tinmay harakat qilyapti. Muhammadjon Madinani o'z qizidek juda yaxshi ko'radi. Shu sababdan Madina ham o'gay bo'lishiga qaramasdan ikkinchi otasini juda ham qattiq yaxshi ko'radi. U menga tayyor jannat bu. Meni shuncha qilgan gunohlarimdan parda. Maşallah. Madinaxonni operatsiya qildirmasak bo'lmaydi, chunki suyaklari shu darajada mo'rt, son suyagini o'zi mana mashit darajadagi razmerda. Operatsiya qildirib, oyog'iga temir qo'ydirishimiz kerak. Bu temirni Kanadadan olib keltirish kerak. 11 ming, 12 ming atrofida ketar ekan bunga ham. Uni operatsiyasiga yana 3-4 ming dollar ketadi. Zudlik bilan 15 ming dollar yig'masak, Madinaxonni ajralib qolishimiz mumkin. Qizaloqga oyingni ko'proq yaxshi ko'rasanmi yoki dadangnimi degan savolni bersangiz, albatta dadasini deydi. Adangizni yaxshi ko'rasizmi, oyingizni? Dadamni. Juda ham yaxshi ko'rasizmi? Shunchalik yaxshi ko'rasizmi adangizni? Voy, maşallah. Hozir bizga 15 ming dollar juda ham zarur. Agar biz 15 ming dollar topib, Madinaxonni operatsiya qildirmasak, Madinaxondan ajralib qolishimiz mumkin. Chunki borgan sari Madinaxonning ahvoli og'irlashib, suyaklari mo'rtlashib boryapti. Sizlardan ko'p narsa so'ramaymiz. Chin yurakdan 5 ming so'm, 10 ming so'm farqi yo'q. Ataganingizni qilsangiz, Xudo xolasa, mana katta raqamlar turibdi. To'g'ridan-to'g'ri ayollarining nomiga ochilgan kartalar o'zlariga keladi. Hamma ehson qilgan pulingiz. Ehsonning mukofoti faqat ehsondir, bilasiz. Allohim ehson qilganlarni juda ham yaxshi ko'radi. Gunohlarga kafforat bo'ladigan narsa ham ehson hisoblanadi. Bu akamizning qo'lida hozir jannat turibdi. Hamma savob faqat o'zlari olib ketib qolmasligi uchun keling, biz ham sababchi bo'lib, sherik bo'lib qolaylik shu Madinaxonni sog'ayib ketishi uchun. Ozgina yuragimizdan ataganimizni chiqaraylik. Bu videoga like bosinglar, repost qilinglar, kommentariya yozinglar, storiesga qo'yinglar. Mana shu ham bir ehson hisoblanadi. Xudo xolasa sog'ayib ketishiga inshaalloh harakat qilamiz. Sog'ayib ketadi, shifo Allohdan sababini biz qilamiz. Bu xalq, bu ummat birlashib sizga yordam beradi inshaalloh. Hammaga rahmat. Yordam qilsanglar, Alloh ajringlarni bersin. Biz sizlarga muhtojmiz hozir.